Qiziq. Yerni tark etayotib, o'limga ham tayyorman deb o'ylagandim. Lekin aslida men o'z sayyoram aynan shu ekaniga hech ham shubha qilmaganman. Hammasi o'ylaganimizdan boshqacha bo'lib ketdi. Yuring. Axir Yaxshi oshna, endi chuqur nafas ol. Bu yana nimasi? bu nima qilganingiz? Kechirasan, lekin senga kemani berib yubora olmayman. Missiyani yakunlash uchun o'zimizga kerak bo'ladi. Boshqalar ham bu joyning rasvo ekanligini anglab yetishganda, bu yerda yashay olmaymiz. Ming afsus. Kechirasan. Yo'q. Bu yerda qolishingiz mumkin emas. Zudlik bilan ketishingiz kerak. Bir narsani tushuntirib qo'ying. Butun mas'uliyat sizda. Yo'q. Yo'q, xudo. O'g'lim narsalarni olib kel. Hammang ketyapti. Dadam sizni bunaqa to'nka qilib tarbiyalamagandilar. Meni otam emas, buvam tarbiyalagan. Buvam hovlimizda onam va qizimni yoniga dafn etilgan. Yuborgan barcha ma'lumotingiz soxta bo'lgan. Shunday. Bu yerda qattiq sirt, yuza yo'q. Yo'q, men o'z burchimni bajarishga harakat qildim. Lekin bu yerga kelgan birinchi kunimoq hech nima yo'qligini tushunib yetdim. Shuncha yil azobda edim. Lekin soxta ma'lumot yuborsam, qachondir kimdir kelib meni qutqarishi mumkinligini bilardim. Sen bor yo'q qo'rqoqsan xolos. Shunaqa. To'g'ri. To'g'ri. Shunaqa. Agar o'zingiz ketishni istamasangiz, oilangizni qo'yib yuboring. O'tinaman, qutqaring ularni. Nima, yerni tagida yashaymizmi keyin senga o'xshab? Dadam kelib hammamizni qutqarsin deb duo qilamizmi? Dadam endi qaytmaydi. Qaytmoqchi ham bo'lmagan. Meni burchim bu. Hali sen hammamizni qutqarib qolasanmi? Hatto dadamni ham qo'ldan kelmagan bu. Dadam urinib ham ko'rmaganlar. Bizlarni tashlab ketganlar xolos. O'lib ketaverlaring deb. Hech kim sen bilan ketmaydi. Ikkinchi o'g'ling ham o'lishini kutmoqchimisan? Yo'q, qol bu yerdan. Qaytib qorayni ko'rmay. Narsalarim senga qolaversin. Bas, yetar. Keragi yo'q. Hozir ikkimizning ham hayot-mamot imkoniyatimiz teng. Shuncha yillar davomidagi eng yaxshi ko'rsatkich bu. Meni qoralama, Cooper. Qanday azoblardan o'tganimni tasavvur ham qila olmaysan. Hech kimni aqli